Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Pedagogik deontologiya fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz pedagogik deontologiya va kompetentlik maqsadlari haqida birinchi mavzu. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalardan foydalanamiz. Pedagogik deontologiya tushunchasi, mazmuni. Ikkinchisi, pedagogning kasbiy mahorati va uning pedagogik deontologiyaga aloqadorligi. Uchinchi, pedagogik deontologiya fanining maqsad vazifalari. Ushbu rejalar asosida bugungi mavzuni ko'rib chiqamiz. Barchamizga ma'lumki, ta'lim tizimida pedagogning majburiyatlari, uning mahorati o'ta muhim hisoblanadi. Bu borada deontologiya, pedagogik deontologiya tushunchalariga biz izoh berishimiz lozim hisoblanadi. Deontologiya so'zi yunonchada burch, majburiyat, vazifa ma'nosida qo'llaniladi. Ushbu tushuncha avvalambor falsafa fani, etika fanining tarkibida deontologiya tushunchasi alohida ajralib chiqqan. Dastavval deontologiya tushunchasi ilohiy tushuncha sifatida Allohga ishonch ma'nosida qo'llanilgan. Keyinchalik bu etika fanining tarkibi ilmiy asosida izohlanib, deontologiya burch, pedagog burchi, pedagog majburiyati, vazifalari sifatida ilmiy muloqotga kiritilgan. Yillar o'tishi bilan insoniyat hayotida pedagog va uning faoliyatida o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zgarishlarning asosida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, uning faoliyati o'zgarib bordi. Pedagogning kasbiy kompetensiyasi va uning mazmunida asosiy pedagogning mahorati, uning ish faoliyati, ish texnikasi, butun faoliyati hisoblanadi. Har bir pedagog o'zining kasbiy mahoratini tinimsiz oshirishi, o'z ustida ishlashi, vazifalarini bajarilishi hisoblanadi. Buning uchun pedagogik psixologik kompetensiya, innovatsion kompetensiya, ilmiy kompetensiya va boshqa turlari ko'p. Bularning ayrimlarini keltirib o'tyapmiz. Bu kompetensiyalarni faoliyatida asosiy yo'nalishida o'qituvchining qobiliyati, uning izlanishi va undagi bilim ko'nikma malakalarining tizimi hisoblanadi. Kompetensiya inglizcha so'zdan olingan bo'lib, qobiliyat ma'nosida qo'llaniladi. Bu o'qituvchining ta'lim faoliyatida, mazmunini amalga oshirishda, maqsad vazifalarini qo'yishda va umuman kompleks vazifalarni hal etishda pedagoglik kompetensiyasi o'ta muhim hisoblanadi. Pedagogik deontologiya fanining tub maqsadi bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini, ularning pedagogik mahoratini oshirish, ta'lim faoliyatida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan tizim hisoblanadi. Ushbu fanning maqsadi bo'lajak pedagoglarning mahoratini oshirish, ularning kasbiy bilimlarini, ko'nikmalarini rivojlantirish, eng ilg'or tajribalarni o'rganishga qaratiladi. Ayni bu jarayonda bo'lajak maxsus pedagoglarga ham bu pedagogik kompetensiya o'ta muhim hisoblanadi. Zamonaviy ilmlarni o'rganish, axborot texnologiyalaridan xabardor bo'lish, o'qitishning eng ilg'or texnologiyalarni amalda qo'llash va o'zining kasbiy mahoratini oshirish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Shunday qilib, har bir pedagog o'zining ustida ham nazariy jihatdan, ham amaliy jihatdan tayyorgarlik ko'rsa, o'zining ilmiy dunyoqarashini, pedagogik mahoratini oshiradi va bunga erisha oladi. Xulosa qilib aytganimizda, pedagogik deontologiya o'qituvchi mahorati, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, uning ta'lim oldidagi eng ilg'or ustuvor vazifalarni bajarishdagi maqsadlar, faoliyatlar tizimi desak
bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.